Sizni xafa qilgan odamni qanday kechirish kerak? Ularni kechirmang. Nega o'zingizni majburlashingiz kerak? Sizga nima qulay bo'lsa, shuni qiling. Ularni hech qachon kechirmang. Yashashni davom eting shu og'ir yuk bilan. O'zingizni jazolang. Nega deysizmi? Qalbingizdagi g'azab bu boshqalarni xatolari uchun o'zingizga berayotgan jazoingiz. Misol keltiraymi? Siz kechirmagan inson xuddiki uyingizda ijara to'lamasdan yashayotgan yoqimsiz kimsadaydi. Xotirangizda doim uni eslaganingizda yuragingizga g'ashlik bag'ishlab turadi. O'zingizga savol bering. Nega bunaqa diskomfortni yashashni tanlayapsiz? Siz kechirishni istamaydigan odamlar, ularni tafakkuriga bir e'tibor bering va nima uchun ular bunaqa yo'l tutishlarini bilib olasiz. Ular siz kabi idrokli emasdir. Balkim siz kabi mehribon ham emasdir. Balkim ular o'zlarini fikrlash doirasi asiridir. Ularda siz kabi ma'naviy, hissiy jihatdan o'sish imkoniyati yo'qdir balkim. Mehrli bo'ling. Imkon qadar kechirishni biling.